Ketdikmi? Ketdik. Arzon savdo kanali obunachilari assalomu alaykum. Sog'liqlaring tinchmi, charchamasdan, zerikmasdan olyapsizlarmi? Xullas o'rtoqlar, sizlar uchun Xitoyda mana kecha yuklarimiz keldi. Kipni tushirib, mana shunday qilib qo'yib qo'yganmiz xolos. Mana ko'ringlar, bu tomonlarda yuklar. Bag'da bu chiqib turgan zakazlarimiz mana bu yerda. Xo'sh, o'rtoqlar, xullas keyin syomkamda qilganingizda tez qilmang-a. Ha, yo'q, sekin qilyapman. O'sha odam haliga nima bo'lib qolmasin. Operatorimiz yangida o'rgatyapman, o'shaning xafa bo'lmaysizlar. Xo'sh, o'rtoqlar, biz sizlarga yangilik olib kelib berdik, xudo xolasa, va shu tiniq-tiniqlardan rasmlarni qo'yib boramiz. Rasmlarni mana shu yerlarda chiqarib beramiz. Va shu zo'r nimalarimiz bor. Pastellarimiz 4 kilolik, 2 kishilik va 2,5 kilolik 1 kishilik eng zo'r pastellar olib kelganmiz, original tozalardan. Hozir o'zimiz ochib ko'rdik, mana ko'ringlar buni, bu vobshe manzara. Prosta bunaqangi narsani mana ko'ringlarchi. Mana ko'rinyapti, yaxshimi? Otlarni ham bir ko'rsatib oling, yugurib ketyapti turgan otlarni. Ko'rinyaptimi? Yaqinroq qilib oling-da, buni taniq ko'rinsin. Xo'sh, o'rtalar bu 1 kishiligimiz bo'ladi. Endi emblemalarga birinchi o'rinda o'tamiz. Qaranglar, bizniki original ikkalasi ham 2 kishiligi ham 1 kishiligi ham bitta o'sha katta original o'sha sexdan olinadi, Xitoyda zavodidan. Xitoyda toza zavod, eng katta zavodidan olinadi. Mana ko'ryapsizlar, toza originali. Bu Pakirvaldagi. Bularimizni kilosi o'rtoqlar 2,5 kilo chiqadi. Bu narsalarni sizlar ko'rsatib o'tamiz hozir. Faqat iltimos, bir donadan like qo'yib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Kanalimizni qo'llab-quvvatlab yuborasizlar. Обязательно o'rtoqlar, mana shu pastellarni kim olaman deysa, mana bu Telegram kanalimiz bor. Telegram kanaliga o'tinglar. Mana shu hozir qo'yib qo'yapmiz, mana shu yerda chiqadi, ko'rib, mana shunga obuna bo'lib qo'yinglar. Arzon savdo kanali, qaranglar, sabachka katta harfda lotinchada arzon, tagiga chiziqcha savdo qilasizlarda yozib turib, bu ham katta harfda lotinchada. Oxiriga 11 yozsalaring, o'sha bizning kanal chiqadi. O'shanga obuna bo'lib qo'yinglar. 15,800 tami, 15,900 tami obunachimiz bor. O'sha kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin mana shu narsalarni Telegram kanaliga o'tsalaring, biz sizlarga mana shu narsalarni yetkazib berib turamiz. Uzoq yo'llaringni yaqin qilib, chiroyli narxlarda pastellar chiqarib turamiz. Pastellarni hozir narxini aytib o'tib ketamiz. Oxirida bitta ko'rsatib beramiz kilolarini sizlarga. Xo'sh, o'rtalar mana 1 kishiliklarimiz bitta kelib kelgan 80 ta yoki 90 ta bor. 90 ta o'rtacha chiqdi menimcha, shu 88 ta aniqini aytaylik. 88 ta chiqdi, o'zi bundan sotildi. Bundan 10 ta 15 tami, 20 tami sotildi adashmasam. Bugun 10 ta olib ketishdi, kecha menimcha 5 ta sotdik. 15 tami sotildi. Bugun keldi, kecha payt kelgan, tushirib olganmiz. Narxi o'rtoqlar 2,5 kilolik. Tarozimiz qayerda edi? Shoshda turibdi-mi? Tarozini shunday olib kelib, birovga ko'rsatib berib ketamiz. Emblema hamma narsalarni ko'rsatamiz hozir. Xo'sh, mana tarozini ham sirraz qo'yib o'tamiz. Sababi, bilasizlar, misol o'rtada eng yomon narsa bu yolg'on narsa. Idishtovoqlarimiz ham turibdi, endi xafa bo'lmaysizlar, ustida ishlatyapmiz mana o'shaning hisobiga. Xo'sh, o'rtalar qaranglar, 2,5 kilolik bularimiz, pastellarimiz. Endi grammi o'ynashi mumkin. Mana pastellarimiz, ko'ringlar, rasmlar bilan tashlab beramiz Telegram kanaliga o'tsizlarning. 2 kilo 400 ekan. Hammasi endi o'sha mana 2 kilo 42, bular hammasi har xil chiqadi kilosi, lekin shu 2,5 kilo aniq bilan tortganimda mana ko'rdilaring-a? 2,5 kilo. Tiniq 2,5 kilolik bu 1 kishilik. Narxlari o'rtoqlar va shu hamyonbop qilib qo'yganmiz. Bunaqangi materialligi, bunaqangi original pastellar, bunaqa narxda olish qiyin. Bizda 200 ming so'mdan qilyapmiz. Dona, optim farqi yo'q. Hamma obunachilarimizga beramiz, xudo xolasa. O'zi ozgina ulgurib qolinglar. 80 ta qolgan bo'lsa, hozir 70 ta qoldi shekilli adashmasam. 70 dona qoldi. Olib o'sib qilib qolinglar. Bitta haqatirganmiz o'sha 1 kishiligidan 70 dona qoldi hozir. O'sib qilib qolamiz. Juda ranglari ko'p. Keladiganlar kelaverasizlar. Biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahridamiz, Hunarmandlar shaharchasidamiz. Telegramga o'tsalaring, lokatsiyalar tashlab beramiz. 200 ming so'mdan 2,5 kilolik 1 kishilik pastellarimiz. Endi bularda mana bitta ikkitasini hozir ochib ko'rganmiz. Mana otligini ko'rsatdik. Mana tomonga o'tsangiz tiniq ko'rinyaptimi? Ha? Yaxshimi Ismoiljon? Mana otligi teskari bo'lib qolibdi mana. Otligi bu
emblemasini ko'rsatgan originali mana shu bo'ladi. Bundan boshqa originali yo'q. Yaqinlashtirib olaverasa bo'ldi. Mana shu. Xo'sh, buni oldimga qo'yib tursak, endi orqasidan mana bu narsachi, mana otlik, mana buni ko'ringlar. Vashchi manzara, o'rtoqlar manzarachi bu. Ballalaringga, qizlaringga, o'zlaringga olsalaring ham bo'laveradi. Bu hamma bop ketaveradi. Endi bu yerda olmaxonchaligi bor. Olmaxoncha. Mana ko'ringlarchi, prostinasi bu. Mana qaranglar, areshkadan haligi nima deydi? O'ris yong'oq deydimi? Shunaqangidan qilgan dedi, nima qilgan? To'qilgan narsaga ham o'xshagan, yaqinroq bo'lsa, yaqinroqdan ko'rsatib yuborasa. Olmaxonlarni. Ammo rosa og'ir. Rosa og'ir, maza qilib ishlatasiz, maza qilib foydalanasiz albatta. Bir kishilik pastelimiz. Bu prostinasi bu. Xo'sh, prostinasida bormi keyin bilmaymiz. Hamchi prostinasiga qo'yilmagan shekilli men ko'rmadim. Endi bu pakrivali. Pakrivalni ko'ringlar. Pakrivalini. Mana ko'ringlar pakrivalini. Ko'rnyaptimi Ismoiljon so'r? Zo'r. Olmaxoncha yugurish ketaman demayaptimi? Xo'sh, mana pakrivali hammasida emblema bir xil. Mana shu yerdan yaqinlashtirib mana ko'ryapsizlar, razmeri hamma narsasi yozilgan. Mana 1.50 ga 1.5 ga 2 ekan razmeri. 1.5 ga 2 mana. Ko'rinyapti? 1.5 ga 2 ko'rinyapti. Bo'ldi. Mana uni ko'ringlar, mana unisini ko'ringlar, mana manzarasini ko'ringlar. Yassiq jildini. Buni xullas, buni zamoga ham mana ko'ringlar, mana shu zamoga ham ko'rinmaydi. Shunaqana qurilgan. Mana zamoglari ham original, shu mayda ochiladi, ko'rpa so'raveradi. O'zi bunga vaqtida ko'rpa ham zarur emas, adyol olishingiz ham shart emas. Sababi qalin, 2,5 kilo. 2,5 kilo. Mana buni oldik. 200 ming so'm narxi, 200 ming so'm narxi bo'lyapti. Bu mana pakrivali. Ko'ringlarchi buni. Qana go'zallik, qana manzara, qana chiroyli. Narxi undan ham chiroyli. 200 ming so'm atiga olib foydalanib qolamiz, apalar singillar akalar. Original Xitoy. Emblemalarni erinmasdan turib yana bittasini ko'rsatib o'raveramiz mana. Razmeri 1.5 ga 2 ekan. 1.50 ga 2. 150 2. 150 ga 200 qilib kelgan bu yerda. Xo'sh, narxini aytib o'tdik. Mana uni ko'ringlar. Mana. Shunda yotganingizda farzandingizni yotqizib qo'ysiz, mana tomonda farzandingiz kallasini qo'ysa, bu tomonda mana buni nima deydi o'zi? Xullas o'sha o'yinchoqcha qarab yotadi. Albatta mana prostinasi bu. Hozir 2 kishiligini ham ochamiz. 2 kishiligini hali ochib ko'rganim yo'q o'zim. Mana prostinasi. 1 kishilik bilan 2 kishilikni firmasi bitta, fabrikasi bitta, materiali ham bitta material. Xo'sh, bo'ldi. Endi buni ko'rsatdik. Bu yangiliklar birinchi ko'rsatib o'tib ketyapmiz. 200 ming so'm 2,5 kilolik 1 kishilik pastel. Endi hozir men sizlarga mana yerda qaysini ochsa ekan, qaysi? Davay bittasini ochaylik. Mana shuni qo'limga kirgandan sonra kilosini ko'rib qo'yamiz. Kilosini. Bu 2 kishiliklari bo'ladi. Kilosini men yerdan olib kelasiz. 4 kilolik. 4 kilo. 6 gram yetmayapti. Endi 6 gram bir narsaga yetmayapti-da xullas. Mana qaysi birida shunaqa. Endi hammasi har xil mana. 4 kilo. Mana. Nima deyapti? Bu qaysidir tez qoldi buni. Mana shunaqangi 4 kilo. Xo'sh, yana qaysi birini ko'rsataylik? Mana shuni ham olib ko'rsataylikmi? Mana. Endi nechidir grammsir ham ba'zi o'ynaydi. Iloji yo'q chunki matosida. Xo'sh, endi apalar singillar akalar endi buni ko'rsatishni boshlaymiz. Qaysi ranglaridan? Qani yorqin rangidan ochaylikchi birortasini. Ikkitasini ochamiz, iloji yo'q. Ikkitasini obunachilarga ko'rsatib beramiz. Faqat apalar singillar akalar iltimos bir donadan like bosib o'rasizlar. Ochib ko'rsatib qo'ldan kelgancha qilib beryapmiz. Endi buni materiali ishoninglar bir o'zigacha material. Izlab topolmayman degan materialdan ahamiyat beramiz mana. Ko'rinyapti. Xo'sh, ikkita nalichka. Yana bu narsaga mana ko'rdilaringmi? Nalichkasi ikkita. Iloji boricha mana o'zi gulini ham pashti bir xil qilib urilgan. Mana o'rtada yozuvi bor bu yerda. Ikkita nalichkasi 4 kilolik
prostina pakirvallarimizni ko'rsatyapmiz. Bunisi o'sha prostinasi. Xo'sh, prostinasini kalla tomoni qaysi ekan? Bosh qo'yadigan tomoni. Mana topdim, menimcha. Buni emblemasi bormi ekan avvalida? Baytda yo'q shekilli. Xo'sh, yo bismillah. Mana uni qaranglar, kattaligini, mashit bilmayman necha metr. Вообще katta, mana qaranglar kattaligini. Qarasinglar kelar. Ko'ryapsizlar manzarani? Ismoiljon qalay ko'rinyapti? Zo'r. Qanaqami yaltirayaptimi? Qayda varaqlari bor, mana varaqlari mana osilib turadi devordan. Qayda varaqlarni ko'rsatib o'rasiz. Вообще tanaq narsa. Buni olasiz, adyol olishingiz shart emas, ishonaveringlar. 4 kilo. Emblemasiga kelib to'xtaymiz. O'sha yerdan ko'rsatib o'raveringlar mana. Mana aka chizib qo'yilgan 2 ga 2.30 ekan razmeri. 2 ga 2.30 mana. 2 ga 2.30. Original mana shu bo'ladi. Bemalol bosaverasizlar. Xo'sh, zamogini yaxshilab vaqtarmasangiz topolmaysiz mana. Zamogini yaxshilab vaqtarmasangiz topolmaysiz. Qishki. Mana bo'lma. Prostina pakirval bir xil. Buni ko'ringlar kattaligini. Shunaqa ham katta bo'ladi. Og'ir qo'lni ham ortib qo'yapti. Mana ko'ringlar mana. Вообще xullas mana kattaligi. Вообще zo'r manzarada bu prosta. Xo'sh, endi yana bittasini ochamiz. Qaysi birini ochaylik? Shuni ochdik. Qarang, mana shuni bitta. Mana shuni ochib ko'raylik. Bitta yorqin rangini ochaylik, moqchidim. Mana shuni ochaylik. Kilosini ko'rsatdik-a, apalar singil akalar. 2 ta nalichka. Mana 2 ta nalichkasi, teskari tomoni, mana o'nggi tomoni. 2 ta nalichkasi bor. Mana nalichkalari, 2 ta nalichkasi. Xo'sh, prostinasi. Prostina ham вообще og'ir ekanda uni. Kir mashinani bittasini egallab qo'yar ekan shundaycha. 4 kilolik kir mashinalar bor, 6 kilolik ham bor. Xo'sh, mana ochib olishim. Yo Alloh. Mana uni ko'ringlar. Ko'ryapsizlarmi manzarani? Gullar otilib chiqib ketyapti, vaqa bo'lib. Вообще tiniq narsa. Mana ko'rindi Ismoiljon? Zo'r. Yonida varaqlari bor, o'sha aytib o'tganimizdek. Keyin yana bitta narsani aytib qo'yib, buni xullas, buni pati titilib chiqmaydi mana. Ustidagi tuki titilib chiqmaydi. Hali o'zini momig'i bo'ladi. O'sha narsa titilmaydi. Xo'sh, emblemanimiz qayerda ekan endi buniki? Ha, mana. Mana zamogi вообще ko'rinmaydi. Mana yopib qo'ysak, zamogini topolmay qolasizlar. Shuni o'ylaylik. Mana. Mana zamog joyi. Mana topolmaysizlar zamog joyini. Ko'rinmaydi. Shunaqa qalin, adyol kerak emas. Emblemasini mana shu yerga ko'rsatib qo'yaveramiz. Shunday qilib ko'rinyapti, yaqin qilib ko'raverasiz. Razmeri 2 ga 2.30 ekan. Yana aytib o'tdik, qaytarib. Manzara. Prosta manzara. Ko'rib mazza qilasiz, ishlatibchi, ishonaveringlar, undan ham mazza qilasiz. O'rtada baliqchalar. Как будто siz hali bassenda baliqlar bilan mashina olsangiz baliqlar bilan yotgan bo'laverasiz, cho'milib. Xullas, hali mana bu shu ko'lda o'sadigan nima-yu bu o'zi? Gul. Mana manzara. Вообще zo'r narsa. Xo'sh, buni ochdik, bo'ldi. Yetadi endi buni men ko'rsatdik. Buni narxi o'rtoqlar, narximiz o'sha aytdik, 290 ming so'mdan 4 kilolikni beryapmiz. Buni ushlab, qo'lingizga ushlab, bir olganingizni o'zingiz bilasiz, buni sifatini. Bunaqangi sifatli topish qiyin. Narxi ham juda hamyon bor. Dona olsangiz ham, 10 ta olsangiz ham, 100 ta olsangiz ham 290 ming so'm. Olib foydalaninglar, ishlatinglar, xohlasalar ham mana o'zlaringga olib ishlatishlaring mumkin. Balki ham chiroyli ko'rinyapti, bitta ochib ko'raylik. Endi hammasini ochib olsak ham mana qizil ham o'zgacha chiroy beradi. Ranglari juda ko'p. Mana shunisini ham bitta ko'rsatib, keyin ichkariga kiramiz, ichkaridagi narsalarni ko'rsatamiz. Like'larni bosib olinglar, iltimos. Like. Prosta bu like bizni o'sha kanallarimiz, videomiz sal o'sishiga yordam qiladi xolos. Bir donadan like bosib oling iltimos. Telegram kanallarga обязательно obuna bo'lib, zakazlar beraverasiz, chiqarib beraveramiz aytgan joyingizga mana. Ikkalasi ham bir xilda qilib urilgan.
Vafshi chiroyli narsa bu ham. Mana qizilini ko'ringlarchi. Qizil. Bu manzarani ham bir ko'ringlar vafshi. Voyda oddiy bo'ladigan manzara. Buni qaranglar, kattaligini qaranglar sizlar. Ko'ryapsizlarmi? Go'zallikni ko'ryapsizlarmi? Bu endi divanda bu qanaqa turadi bilmayman. Vafshi chiroyli tursa kerak bu divanda. Mana. Hammasi o'sha bitta o'sha fabrikadan olingan, Xitoy original fabrikasidan. Hammasini zamoglari mana ko'rinmaydigan darajada qilib tikilgan, mana ko'rinmaydi zamog. Zamogi borligi hozir men zamogini faqat mana shu emblemasi bor joydan ko'ryapman. Razmerlarni aytib o'tdik. 2 ga 2.30 razmeri, pakrivaliniki. Xo'sh, buni bunday qilib qanday qilsak ekan shuni? Yo Alloh. Anaqda yana bitta qizili bor, undan ham chiroyli qizillari bor. Ularni ham ko'rsatamiz mana. Ko'rindi tanaga? Vobshe zo'r. Narxi 290 ming so'm. Bir kishiligimiz 200 ming so'm, ikki kishiligimiz 290 ming so'm. Endi o'rtoqlar ichkariga kiraveramiz. Ichkariga yuravering-chi, qani. Ichkarida qizillarimiz bor, labli pastellarimiz bor. Mana labli pastellarimiz o'zi shu holda xolos oladiganlar olib qolasizlar. Labli pastellarimiz juda yaxshi. Narxi ham 270 ming so'mdan bo'lyapti labli pastellar. Labli pastellar ham vobshe chotki. Mana bu prostinasi. Mana ikkita nalichkasi. Buni ham materiali zo'r. 3,5 kilolik bo'ladi. Mana labli pastel ko'rishlari mumkin. Haliga ko'p kishi aytadi, mana bu ham o'sha firmasi, toza original firmadan. Mana ko'rishlari mumkin. Originaldan olamiz faqat original Xitoy. Mana labli pastellar. Qancha kerak? Faqat ozgina qoldi xolos, uspet qilib qo'ysangiz bo'ldi. Xo'sh, endi yana 270 ming so'm. Oqqa qorasi bor. Mana tayi oq, tayi qoraligi bor. Endi mana bu yana pastelimiz bor. Bularimiz 415 ming so'mdan. Bular 2 kishilik. Buni endi nima deydi? Nimasi? Buni ham kachestvasi zo'r. Endi hammasi o'sha to'g'ri kelganiga sotilyapti. Bu ham 415 ming so'm, lekin sifati olovidan bu ham. Vobshe zo'r narsa bu. Bu o'ta boshqacha momiq, hammasi puliga yarasha. Mana ko'ryapsizlar. Bu vobshe dahshat narsa. Mana buni ham ko'rsatib yuboraylik mana. Original Xitoydagi. Mana nalichka prostinasi bu. Prostinasini ochmay qo'yaveray. Prostinasi однотонный, o'zini shu однотонный prostinasi. Mana ikkita nalichkasi, buni olib kelasiz. Bunday momig'ini bitta ko'rsatib yuborasiz. Mana momig'ini mana ko'ryapsizmi? Momig'i tepaga ajrab turibdi. Bu boshqacha bu. Bunday siz haliga buni momig'lar bo'rtib chiqqan buni barglari. Boshqacha bu vobshe. Bu ham zo'r narsa. 415 ming so'mdan beryapmiz buni. Buni kilosi ham menimcha 3,5 kilolik bo'lishi kerak, lekin materiali boshqa undan anchagina. Buni ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana. Buni lolalari endi divanga yoyib qo'ysangiz, hali bo'rtib turadi, ajrab turadi. Shunaqa katta bo'lib, juda o'zgacha narsa bu ham. 415 ming so'm. Bundan omon oz qolgan olib foydalanib qolamiz. Mana shuni o'zi qoldi. 7-10 tacha bor shekilli bu yerda. Mana pastellarimiz, daraxt pastellarlarimiz hozir mana shu ranglardan qoldi. Mana qora atirgul bilan mana shu qizil yurichaligimiz qoldi. Prostina pakrivali bir xil. 3,5 kilolik, 240 ming so'm. 3,5 kilolik 240 ming so'mdan. Bu vobshe zo'r narsa. Mana bu pakrivali, bu ham original mana. Kelib bitta ko'rsatib yuboring buni. Mana prostinasiniki, pakrivaliniki bu. Pakrivaliniki. Shu prostinasida ham bor buni. Emblemasi bor edi, dashqasan. Hozir chiqib qolsa ko'rsataman. Bor edi, aniq bor. Hozir bor. Aniq ko'rdim deydi. Yo'qmi ekan? Yo'q ekan, topolmani men bor edi ama. Hozir topolmani. Mana. Prostinasi, ikkita nalichkasi mana, ikkita nalichkasi. Bitta padadiyanligi 240 ming so'mdan aksiya. Hamma narsalarimiz biznikilar aksiya narxda. Mana o'sha yastiqlarimizdan yana nimalarimizdan bor o'sha 290 ming so'mdan.
Keyin dantella pastellarimiz hozir ozgina qolgan. Kimga kerak bo'lsa, original dantella pastel toza Xitoyniki 135 ming so'mdan bo'lyapti bular. Bularni ham bosaverasiz, ammo oz qoldi xolos. Olib foydalanib qoling. Donaga optimga farqi yo'q, bir xil beraveramiz. Xo'sh, endi anaqdagi pastellarimizni mana bunaqa oq ranglari ham bor. Bular ham juda zo'r narsa. Hali 204 kilolikniki bu. Buni ham bitta ochib ko'rsataman. Oqidan bu ham yaxshi manzarali ammo olib mana o'sha 4 kilolik 290 mlniki bu. Buni hozir ko'ringlar, bu yurakchani bir boshqacha olovida bu. Buni lubboy qizlar misol, ayollar olgisi keladi buni mana. Ko'ryapsizlarmi buni? Pakrivali 4 kilolikniki bu. Prostinasi mana. Prostinasi, katta prostina. Ikkita nalichkasi bor mana. Kilosi 4 kilo. Qishda mana Miyu degan hozir rosa bo'lib trendga chiqyapti Miyu. O'sha Miyuni mana shu rangidan, keyin mana buni rangidan ham bor. Bunisidan ham bor. Hozir rosa trendga chiqqan bu narsani nima kimda olib qo'yamiz? Yoki qo'yib, faqat shu kelgan xolos, olib foydalanib qolamiz. Men yerda qizili bor. Qizil daraxtimizni bitta ko'rsataverasiz. Mana shu qopda hozirroq. Keyin mana uni ham ochib ko'rdik, bitta klientimiz kelib, bundan ikkita qilib olib ketishdi. O'zi mana shu holda xolos bu. Bu tomonimizdagilar mana yana ochilyapti. Endi sotuvga qo'yamiz, xudo xolasa mana. Mana bu bor, shu o'zgachalari bor. Endi narxini aytdik-a bular. Buni narxini aytdim 240 ming so'm, 415 ming so'm, labli pastellamiz 270 ming so'm. Daraxt pastellarni kim xohlasa mana o'sha prostinasi adnatonligi bor mana. Prostinasi misol bunaqangi chiqadi. Padadyanligi bunaqangi chiqadi, rangli. Nalichkasi ham xuddi shunaqangi, bunaqangi bo'ladi. Tayi shu adnatonli bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa mana bulardan ham bor. Prostinasi adnatonniligi. Agar kerak bo'lsa aytaverasizlar. Bularda ham narxi 240 ming so'mdan. Ko'rpalarimiz bor yerda. Shu yerda ko'rpa qolgan. Ko'rpalarimiz adashmasam 330 ming so'mdan, adashib ham qolyapman. Original mana brend pastellar bor. Mana brend pastellarimizdan bor. Bularning har xil brendlari bor. Telegram kanaliga o'tsalaringiz nima qilib beramiz? Bularimiz 280 ming so'mdan bo'lyapti. Keyin o'rtoqlar, detskilar, kimga kerak bo'lsa mana detskilarimiz. Bu ham bir kishilik. Bu detskilar bir kishilik. Bular 230 ming so'mdan beryapmiz bularni. Keyin mana qangi pastellimiz bor. Mana 715 ming so'mdan beryapmiz bularni. 100 dollarlik pastellar, boshqa joydan qiziqib ko'raverasiz. Keyin mana qangi fanus pastelimiz bor. Mana hozirda 2 dona qoldi xolos. Buni sotib o'zi 2 dona qoldi. Mana yerda bittadan yana bittasi bor. Yaxshilar, ko'ring, yaxshilarni oz qoldi o'zi. Mana fanus pastelimiz 2 dona qoldi. Qizlarni chiqaradigan opa-singillarimiz bo'lsa, sizlarga aytib qolamiz. 2 dona fanus pastelimiz bor. Mana shu rangidan. Qani kelinchi mana sal yirtilib qoldi, endi ko'rsataveraylik. Fanus pastelimiz bor. Mana shu holatda bo'ladi. Shunaqa momig'i zo'r. Mayli, bir donasini ochib agar nima bo'lsa bir ko'rsataman mana. Bu pastelni mana ko'ringlar. Mana. Qanaqa nima bu? Mayta vishibkasi bor. Xo'sh, tiniq ko'rinyaptimi? Ko'rinmayapti. Namderoq qiling. Bu tomon, mana tomonga o'tingchi. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Bu nalichkasini o'zini ko'rsatyapman. Mana maytlari malochniy rangda bu. Buni nimaga qo'yib qo'ysangiz, вообще shu juda zo'r turadi. To'y qilmoqchi bo'lgan opa-singillarimizga aytaman, 2 dona qoldi, olib qolinglar, bundan arzonni topolmaysizlar. Boshqa joydan xuddi shu narsani 100 dollar dag'ida olasizlar. 100 dollar 1 million ana. Undan arzoniga topolmaysizlar. Bizda faqat 760 ming so'm. Fanus pastel mana shunaqangi holatda bo'ladi. Prostina pakrivat bo'ladi. Ikkita nalichkasi mana shunaqangi chiroyli nalichkasi bo'ladi. Bu nalichkalarga tushadigan albatta bizda yostiqlarimiz ham bor. Mana yerda yostiqlarimiz bor, juda chiroyli yostiqlar. Yostiqlarimizning narxi xo'sh, bunday qilaylik. Mana shu yostiqlarimiz jupi 240 ming so'm. Jupi 240 ming so'm. Mana yoni zangor ko'rib olasizlar. Xo'sh, endi mana yostig'imizdan ham undan ham oz qoldi. Mana yerda ozgina qoldi xolos. Kim olaman desa, original hammasi toza par yostiq bizda. Bularimizni narxi ikkitasi jupi 260 ming so'm bo'lyapti. Mana unimizni jupi 280 ming so'm bo'lyapti, jupi. Olaverasizlar bemalol. Endi mayta yana bitta
pastelimiz kelgan. 715 ming so'mlik pastel. Bu pastelni bitta rosta ko'rib maza qilib olasiz mana. Ko'rinyaptimi tiniq? Rosta maza qilib olasiz. 715 ming so'm. Sarpolarga juda zo'r pastel. Buni hozir agar nalichkasini bittasini olish kerak bo'lsa, ko'rsatib beraman. Chiqarmikan nalichka? Endi bu endi bu vashi boshqa narsa. To'g'risini aytsam, bu misol mana bu narsa, bular vashi boshqa narsa. Faqat to'yga o'sha nima qilib olsalaring yaxshi. Qizlaring chiqaradigan bo'lsalaring, olsalaring bo'ladi. Yonida mana shunaqangi nimasida, prostinasida, mana shu pastelda prostinasida buni ushlasangiz ham sirazi bilinadi o'zi originalligi. Ushlasangiz shuna badaningizga, qo'lingizga yoqadi. Endi juda boshqacha narsa bu. O'zimga rosa yoqdi mana shu. Mana ikkita nalichkasida mana shunaqa guli bor. Pakrivalida katta qaniydi haligi? Tayda qolib ketdi. Tayda qolib ketdimi? Ha, mana. Pakrivalida o'rtoqlar bunaqa katta kapalida nimasi bor. Mana shunaqa kapalida, katta kapalida guli bor. Vishipkali. Juda chiroyli narsa, olib foydalansangiz ham bo'laveradi. O'rtoqlar hamma narsani ko'rsatib o'tdi. Keyin kimga kiloli sochiqlar kerak bo'lsa, tashqariga chiqaylik. Kimga kiloli sochiqlar kerak bo'lsa, endi men aytib o'taman. Ofisimizni besporядкaligiga qaramaysiz, chunki optim sotamiz. Kimga kiloli sochiqlar kerak bo'lsa, mana optim kiloli sochiqlarimiz bor. 1 kilosi 52 ming so'mdan aksiya qilib beryapmiz hali ham. Bemalol olib foydalanishlari mumkin. Bir qopimizda, misol mana bir qopimizda banni, bir qopda yuz, bir qopda qo'l, bir qopda sauna bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tsalaring, bu narsalarni rasmlarni tashlab beramiz. O'rtacha misol mana shu qopimiz mana 26 to'rt ekan. 26 to'rtda hisoblab oling, nech pul bo'lyapti? 26 to'rtda hozir hisoblaymiz, nech pulga tushadi? Keyin bitta sochig'imiz nech pulga tushyapti? O'shalarni hozir hisoblab sizlarga chiqarib beraman. 1 minut sabr qilib tursalaring. 1 million 372. Xo'sh, bu yerda hozir 74 ta bor. 74 ga bo'lingchi o'shani. Necha bo'ldi? 74 ga bo'lsak. Bo'lamiz 74 ga. Kalkulyatorda berib turing, yo'qsa telefonda. Qaranglar o'rtoqlar, mana hozir men sizlarga mana 26 to'rt. 26 to'rtni ko'payt Xo'sh, mana 26 to'rtda mana ko'paytiramiz 52 ming so'mdanga. 1 million 372 ming so'm bo'lyapti ekan. Buni endi bo'lamiz 74 ta bor, bu yerda, to'g'rimi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tadan 12 dan 6 ga ko'paytirsa 74 ta bo'ladi, to'g'rimi? 72 ta ham deylik. 72 ta. 72 ta. 72 ga bo'lamiz. 72 ga bo'lsa mana 19 ming so'mdan to'g'ri keladi. Mayli 20 ming so'mdan ham to'g'ri kelgan bo'lsa ham, siz buni olib turib bemalol 30 ming so'mdan sotsangiz bo'laveradi. Bir dona sochiqdan 10 ming so'mdan foyda ko'rasiz. O'rtacha 8 ming 10 ming foyda ko'rgan taqdiringizda ham mayli yo'l korobisi bilan bo'lib turib 8 ming so'm foyda ko'ring. 8 ming so'mda o'rtacha misol 72 ni ko'paytiramiz 8 ming so'mga. 8 ming so'mga qilsak, o'zi mana shu bir qopingizni o'zida mana 576 ming so'm o'zi foydangiz borda mana shu yerda. 30 ming so'mdan sotsangiz. Buni agar yo'q, men tezroq sotaman desiz, 28 dan sotasizmi, 25 dan sotasizmi, endi o'zingizga qarang, sharoitingizga. Lekin mana shu bitta qopdan hozir bizdan 52 ming so'mdan olasiz, 30 ming so'mdan donaga sotasiz. 30 ming so'mga hozir qo'l sochiq beryapti, 100 sochiq beryapti. Bizdan buni olib turib, mana shu bir qop sotsangiz mana 570 ming so'm, 35 ming sotsangiz yana ham yaxshi. Endi maksimalni o'sha minimalkasini aytaman, o'shanga qarab o'zlarining sharoitini qilaverasizlar. O'rtalar mana shu bitta qopni ustidan misol bemalol misol 500 ming so'm foydasi bor, to'liq. O'rtacha misol hozir misol 500 ming topish uchun odamlar misol kunlik ishda misol o'zlaring bilasizlar 3-4 kun ishlash kerak. Agar 100 mingdan bo'lsa 5 kun ishlash kerak bo'lyapti. Agar 100 ming so'mdan kuniga. Endi hozir hamma joyda har xil 100 ming so'mlik to'lov ishlari ham bor, 150 ming so'mdan ham berishyapti. Endi o'rtacha ish haqqini aytyapman. O'shaning uchun. Mana men shuni olib turib, 1-2 kunda sotib olsangiz, mana 500 ming ishladingizda.
Olganga yarasha men tavsiya beraman, iloji boricha birinchi bu banni sochiqdan boshlasangiz yaxshi savdoni. Sababi ham tez ketadi, ham arzonda bu. 19 ming so'm, 20 ming so'mdan tushgan taqdirda ham bitta sochig'ingiz ustidan o'rtacha 8 ming, 9 ming foyda qilib tursiz, tez aylantirasiz. 30 ming so'mdan sotsangiz juda yaxshi ketadi. Uyda ishlatadigan sochiq eksportga chiqqan eksport varianti. Bitta qopimizda banni, bitta qopda 100, bitta qopda sauna adden bo'ladi. Oladigan odamlar faqat qop olinadi. Mana shu qop sotiladi. Olib foydalanib qo'yinglar, o'rtoqlar, opala singillar. Xullas yaxshi narsani tavsiya beramiz, olib foydalaninglar. Keyin buni bir tomoni, eng zo'r tomoni razmer yo'q. Qish, yoz demaydi, ketaveradi. Misol o'sha 3-4 million plyus bo'lsa, misol 2 qop olib turib, bemalol foydalansangiz bo'ladigan yaxshi foyda joyi. İlk qo'lingizda ko'p pul ushlanib ham turmaydi. Bundan oling 2-3 qop mana pastellardan olib turib, gazini bosaverasizlar o'rtoqlar. Xudo xolasa like'larni bosib, obuna bo'lib, kanalni rivoji uchun Telegram kanallarimizga obuna bo'lib, zakaz bersalaring hamma viloyatlarga chiqarib beramiz. Chiroyli qilib dastavkalarni. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.